Hop, videoni yoqdim mayli. Video orqali tushuntira qolay sizlarga, chiroyli tushuntirishligim uchun. Hop, videoni yoqib oldim. Men hozir sizlarga o'zimni slayd qilganimdek tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni o'zimni qanaqa bo'ladigan, misol uchun men kiradigan bo'lsangiz, har xil animatsiyalar bor, ha? Mana qarang. Animatsiyalarni ko'ryapsizmi? Zo'r, ha? O'tasiz keyingisiga anaqa animatsiya. Mana bunaqa animatsiyalar ko'ryapsizlarmi? Qaranglar. Buni bittada o'rgata olmayman. Sekin-sekin o'rganasizlar. Boshlang'ichida sal oddiyroqni o'rgataman. Keyin o'zingizlar anaqalariga qarab o'rganaverasizlar. Qalay, animatsiyalar zo'rmi? Cho'tka? Maksimal shunaqa o'rgatishga harakat qilaman mana sizlarga. Slaydlar zo'r chiqsa, menimcha e'tibor tortasizlar-da o'zingizlarga. Keyin gapirib, bemalol yaxshi anaqa bo'ladi, feedback bo'ladi o'zingizlarga. Xo'p. Birinchi navbatda deylik, slayd ochib olishni o'rganishimiz kerak. Bilasizlar, mana bu yerdaman. Xo'p, qaranglar, Canvaga 0 dan kirasizlar mana. Canvada hamma ro'yxatdan o'tgan, to'g'rimi? Xo'p, Doston, sizlarcha? O'tmagansizlar ro'yxatdan? Canvani bilmaysizlar, Canvani dashi? Yo'q. Canvani bilmaysizlar. PowerPoint bilasizmi? PowerPoint o'sha yerdan slayd qilinadi-ku, oddiy slayd qilinadi. Maktabda slayd qilmaganmisizlar umrlaringda? Biz qilamiz. Qo'yli. Xo'p, bu narsa nima uchun kerak? Sizlarga o'rgatib ketay birdaniga. Bizda har imtihonda sizlar o'zingizlarning qilgan loyihalaringizni mana shu slaydga как portfolio sifatida qo'yasizlar. Portfolio nimaligini bilasizlarmi? Bilmaysizlar, to'g'rimi? Sizlar bilasizlar, front-endchilar, bular bilmaydi. Bular hali o'qib ko'rmaganda front-endda ham. Portfolio degani o'zingizlarning qilgan loyihalaringizni yig'ib borasizlar. Tushuntira oldimmi? Misol uchun, birinchi modulda nima qildinglar? Ikkinchi modulda qanaqa loyiha qildinglar? Misol uchun, hozir sizga qanaqa imtihonga nima tushdi? Doston? Bayroq tushdimi? Ayting shuni. Shu imtihondagi o'sha o'zingizning loyihalaringizni video ko'rinishida, rasm ko'rinishida, kod ko'rinishida qo'yib boraverasiz. Tushundingizmi? Oxirida imtihonda tushuntirasiz. O'zingizda o'tgan narsalaringizni через slayd orqali tushuntirasiz. Tushuntira oldimmi? Abduqodir. Unda boshlaymiz. Biz unaqa slayd qilish uchun Canva hozirgi kundagi eng rivojlanib borayotgan, menimcha eng nimasidan bo'ladi? Modern, ya'ni eng zamonaviy desa ham bo'ladi, eng ko'p. Chunki buni hamma shuni ishlatadi. Juda ham ko'p imkoniyatlari bor buni. Sizlar tasavvur qilmagan holatda imkoniyatlari juda ham ko'p. Undan ko'ra zo'rda so'z anavi. Men paytda 1,5 yil, 2 yildan beri mana shundan foydalanaman. 2 yildan beri foydalanaman, kontent qilaman-da, chunki 1 yillik kontentni yaqinda tugataman. 11,5 oylik tugadi, 1 yil 6 oylik qoldi. O'shani tugataman. Почти undan ham oldin foydalangan. Ha? Yo'q, front-end o'z mutaxassislar qiladi. Men front-end mutaxassisman deya olmayman o'zim. Qayta mutaxassisman deya. Yo'q, ja 2 yil qilishingiz shart emas. Lekin ma'lum bir miqdorda o'zingiz uchun kerak o'rganib qo'yganingiz yaxshi. Xo'p, demak boshlaymiz. Mana men kirib oldim, ko'rdinglarmi? Canva kirdim. Agar Canvaga kirgan paytim oldin ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, mana sizlar ro'yxatdan o'tmagansizlar oldin, to'g'rimi? Ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Google bormi sizlarda? Google Chrome bormi? Chiroyli yozib qo'ygan anaqa narsa bormi? Mana bu narsa. Mana bunaqa narsa bormi? Google Chrome yozib qo'yibdi. Google Chrome deydi. Sizda yo'qmi? Doston? Bor-a shu? Akkaunt ochib olgansizlarmi buni? Через Gmail orqali o'zingizlarning akkauntlaringizni kiritgansizlar. Hammada bor, to'g'rimi? Bu narsa nima uchun kerak? Avtomatik ro'yxatdan o'tish uchun kerak. Oldin ko'rgansizlar. Sizlarda kontentda bor edi. O'shani o'rnatib olgansizlar, to'g'rimi? Abduqodir, Doston, ko'proq sizlarga urg'u berishim kerak, chunki bular biladi o'sha bu yog'ini. Nima qilasizlar? Keyin bu yoqdan через Google akkaunt orqali ro'yxatdan o'tsanglar, через Google desanglar, o'zi avtomatik ro'yxatdan o'tib beradi sizga. Registratsiyadan o'tib beradi. Tushuntira oldimmi? Qayta ma'lumotlaringizni kiritib o'tirish hojati yo'q. Shu Google kiritgansiz, Google'dagi ma'lumotlarni shunda qapishtiradi, betga olib, o'sha anaqa qilib yuboradi, registratsiya qilib yuboradi. Tushundingizmi? Endi registratsiyadan o'tdingiz, to'g'rimi? Registratsiyadan o'tganingizdan keyin
Mana bu bo'limga o'tasiz. Bu bo'lim nima ekan? Yaxshilab o'qinglar. Ko'rmayapman. Xo'p, bu yerda ko'rinmayapti ekan mana. Xo'p. Yangi oyna ochamiz. Hozir bundoq qilaydi. Yangi oyna emas. Endi ko'rindimi? Project. Mana shu bo'limga o'tasizlar. Shu bo'limga o'tamiz. Xo'p, bu bo'limga o'tganlaringdan keyin mana bu yerda sizlarni oldin qilgan loyihalaring bo'ladi. Agar oldin ro'yxatdan o'tib qilgan bo'lsanglar. Tushundinglarmi? Mana shu yerda bitta papka ochib olsanglar ham bo'ladi. Masalan, mana bu yerda folders turibdi. Ko'rdinglar? Mana shu yerda bunday bosib turib, men papka ochib olsam bo'ladi. Olasizlar, ya'ni sizlarni kodinglar sortirovka bo'lsin-da. Misol uchun, foldersda o'zingizlar haqida ma'lumot. Yana qaysidir qismida maktabga oid slaydlarni qilishingiz mumkin. Yana qayerdadir o'zingizlarga qiziqqan nimadirlarni slaydlarni qilishingiz mumkin. Mana bu yerda men misol uchun nima deb ochib olganman? PDP Junior deb ochib olganman. Shunda PDP Junior ko'radigan bo'lsam, mana polni ketadi. Mana misol uchun mana Scratch, aytdi front-end mana PDP Junior, Python Junior degan. Pythonda misol uchun men mana shu degan hammasini men qilganman. Papkalarga ajratib sortirovkaga olganman. Shtobi chalkashib ketmasligi uchun. Tushundinglarmi? Meniki pulli, ya'ni nimanikida bu PDP ekosistemniki, shuning uchun boshqa anaqalar ham bor-da. Mendan boshqa odamlar ham bor, kirishadi bu yoqqa. Xo'p, sizlar ham shunaqa ochib olsanglar bo'ladi. Xohlasanglar papka ochishni bildinglarmi? Bildinglar. Folder qilsanglar papka ochib olasizlar. Foldersiz oddiy slayd ochmoqchi bo'lsanglar nima qilasizlar? Add new ni bosasizlar. Ko'rasizlarmi tepada? Add new bor. Plus bitta bosasizlar, hamma qarayaptimi Mustafa Xo'ja? Bitta bosadigan bo'lsa, bu yerdan folder ochsa bo'lar ekan. Ya'ni oddiy papka ochsa bo'ladi. Biz nima ochmoqchimiz? Biz slayd ochmoqchimiz, to'g'rimi? Odatda slaydni men ichiga kirgandan keyin ochishi yetadi. Men ichkarida mana dizayn deb qo'yadi. Ya'ni tashqarida ochib bo'lmaydi. Ko'p hollarda bu yerdan ochsa bo'ladi. Mana bu yerda kirasiz, folder dizayn kirib mana bu yerdan ochsangiz bo'ladi, to'g'ri. Nima qilasiz? Ochasiz, bu bo'veradi bu yerdan. Lekin sizlarga maslahat beraman, papka ochib ichidan ochib olsanglar, qulay o'zingizlarga. Misol uchun men bu yerdan bitta papka ochib olaman. Nima deyman? P8 deyman. Continue bosaman. Mana papka ochib oldim, mana private. Xohlasanglar public qilib qo'ysanglar bo'ladi. Xohlasanglar faqat o'zingizlarga ko'rinadigan bo'ladi-da. Mana bu yerdan ochsanglar bo'ladi. Mana qaranglar, o'sha ketdi. Create design. Mana bu yerdan ham ko'rinadi mana. Design. Birinchi safarga mana bu yerdan create deydi, keyingi safar mana bu yerdan ochishinglar kerak bo'ladi. Design ustiga bosasizlar, create new ustiga bosasizlar. Mana bu yerda shablon o'tiradi. Qaysi shablondan foydalanasizlar? Faqat mana shu eng qulay mana shu. Ya'ni hech qanaqa shablonsiz o'zingizlar qo'yaversizlar keyin. 16 ga 9 mana shu ekranga mos-da, mana shu ekraningizga mos bo'ladi. Mana shu ekranga mos bo'ladi. Bitta bosasizlar, o'sha menga nima qilib berdi? Oppoq list ochib berdi. Xo'p, endi men nima qilaman deyishinglar mumkin. Mana bu yerda mana test bor edi, mana shablon bor edi. Masalaga tashladim, to'g'rimi? Bu shablonni o'chirib yubormaysizlar. Tushundinglarmi? Nima qilasizlar? Mana buni kopiya qilasizlar. Mana shuni kopiya qilasizlar deb bu yoqqa o'tkazasizlar mana. Bitta kopiya qildim, shundoq o'tdi. Nimaga bu kopiya bo'lyapti? Chunki bu edit variant. Edit degan nima degan? O'zgartirsa bo'ladigan variant degan. Sizlarga Atilovdan tashladim. Sizlar buni dumbullarcha o'zgartirib qo'ymanglar tag'in. Chetda men u mana o'xshayapti-ku deb chetda o'zgartirib tashamanglar. U qilsanglar ham ma'lum edit bu. Kimdir yana sizlardan boshqalarni o'chirib olishi mumkin bu. Tushundinglarmi? Bunga teginmanglar. Sizlarga tashlaganimga umuman teginmanglar. Tursin. Qolganlar ham foydalanadi. Va alaykum assalom. Mana men kopiya qilib oldim. Men kopiya qilib oldim. Men Atilovdan tashladim buni qilib. Test qilib tashladim. O'zimga original turibdi. Shuning uchun o'zingizlarcha o'chirib yuborib, men zo'r qildim deb o'ylamanglar. Xo'p, mana bu yerda o'zingizlar paloncha. Misol uchun javob familiyangiz nima? Mana bu yerda rasmingizni qo'yasiz. Mana bu yerda ismingiz, mana bu yerda rasmingizni qo'yasiz. Farqi yo'q, qanaqa rasm? Farqi bor? Qizil rasmni olib qo'yadi. Ko'chada sizlar 3 ga 4 rasm bo'lsin. Mana buni misol uchun men oppoq sizlar aytaman bu. Buni o'chirmoqchisizlar, nima qilasizlar? Prosta Ctrl X. Delete qilsanglar ham bo'ladi, Ctrl X qilsanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Ctrl X dan Saqlayib qoladi-da. Vaqtinchalik saqlayib qoladi. Vaqtinchalik. O'chib ketadi keyin. Men buni qilib oldim, mana ko'rdinglar?
Ya'ni menga nima kerak? Misol uchun men 4 tillik loyihalarim, to'g'rimi? Xuddi bizga kelyapti. Mana buni shuni kopiya qilaman. Bu yoqqa o'tamanda buni o'tkazaman. Yangi oyna. Tak, boyagi anaqam kopiyam o'chmabdi, boshqatdan kopiya qilaman. Mana shu qarang ustiga bosdim, ha? Eshitamiz? Ustiga bosdim. Prosta kopiya qilaman. Prosta kopiya qildim, bu yoqqa o'taman. Shuni tashlayman. Mana shu shablondan foydalaninglar, bolalar. O'zingizlarcha nimadir shablon qilib tashlamanglar. Tushundinglarmi? Hammaniki bir xil standart bo'lsa yaxshi. Masalan, aytdi, rasm o'chirasalarda o'zingizlarning rasminglarni qo'yasizlar. Agar sizlarga rasmlaringiz to'g'ri kelsa, masalan, uyni kim qildi? Biz. Sizlarga to'g'ri kelaveradi mana shu. Lekin mana qilgan. Biz bizga Chiqib ko'tarib. Mana shuni o'zini qo'ysanglar ham bo'ladi. Tushundinglarmi? Yoki yana bitta variant. Bu yerda-chi? Men bu yerda misol uchun mana shu loyihani olib chiqdingiz, to'g'rimi? Buni o'chirasizda. Bu yoqqa video qo'yasiz. Video qo'yish qanaqa bo'ladi? Oddiy. Undan oldin rasm qo'yishni o'rgatdim sizlarga. Misol uchun men bitta rasm qo'ymoqchiman. Eshitamiz? Buni tashsava. Shunaqa. Unaqa qilsanglar ham bo'ladi yoki mana qochib olib turib, mana bunaqa qilib mana shunaqa tashlasanglar ham bo'ladi. Bu rasm tashalishi. Ko'rdinglarmi? Rasmni o'zgartirsanglar ham bo'ladi. Misol uchun qaranglar. Rasmni shuni olib keldim. Katta kichkina qilaman yoki qaysi qismi kerak bo'lsa qirqaman. Bilasizlarmi shunaqa qilishni? Mana. Qirqib olaman. Xohlasam mana bunaqa qilaman-da, avvalni qilaman. Mana boyga qaraganda zo'r ko'rinadi. Mana bu bilan. Corner rounding deb o'sib qo'ygan. Men videoda qoldiryapman bularni atelabdan. Har bittasini ko'rishinglar uchun. Tushunyapsizlarmi? Buni qoldiraman. Xo'p, yana nima qilishim mumkin? Flip qilib bunaqaga o'zgartirib qo'yishim mumkin. Ko'rasizlarmi imkoniyatini? Xohlasanglar bunaqa qilib chapaq qo'yishim mumkin. Xohlasanglar mana shu yerda o'zidan o'zgartirsa bo'ladi. Animatsiya qilsam. Mana bunaqa qilib. Ko'ryapsizlarmi? Xo'p, yana nima qilsa bo'ladi? Animatsiya qilsa bo'ladi. Animate turibdi. Qarayapsizlarmi? Bitta bosaman ustiga. Yangilar chiqqanda. Mana turli xil animatsiyalar bor. Misol uchun mana bu. Bizda bunaqa emas-da. Qaranglar. Zo'r, ha? Mana bu bor. Mana bu bor. Bizda bunaqa emas-da. Misol yo'lda bunaqa qararmiz. Sizlarda ham ochadi. Bor. Qarasiz. Bor. Mana bitta pro bo'lsa pulli bo'ladi. Pro emasmi? Demak, sizlarda ham ochadi bo'ladi. Mana bitta bo'lsa sizlar mana shunaqa ochiladi. Ko'rdinglarmi? Xo'p, misol uchun yaqinlashtirsam mana. Qani, zo'r-a? Keyin bu slayddan bu slaydga o'tmoqchisizlar. Unga ham animatsiya qo'shsa bo'ladi. Mana bu yerda plus bosasizlar yoki plus emas, mana buni bosasizlar. Plus degani. Plus bossanglar, yangisi anaqa ochib beradi. Sahifa ochib beradi. Tushundinglarmi? Plus bosmaysizlar-da, plus pastligini bosasizlar. Mana bu yerda animatsiya. Rasmga qanaqa o'tishni ko'rsatadi. Mana bunaqa o'tsinmi? Mana bunaqa o'tsinmi? Bizda yo'q-da. Bor. Ya hamma yo'q bo'lar endi. Misol uchun mana bunga o'tamiz. Mana bunga o'tamiz. Xo'p, buni ham turli xil o'tsa bo'ladi, qaranglar. Duration nima degani? Ingliz tiliga boradiganlar. Duration ana tez o'tishi. Vaqtmi? Tez o'tishi, sekund o'tishi. Mana bu qancha ekan? 1,5 sekund. Mana bunaqa qilsamiz 2,5 sekund bo'ladi. Mana shuni qo'ysa yaxshi-da. Yo'q, 1.5 yaxshi. Men o'zim 1.5 dan foydalanaman. 1.5 menga qanaqa qilay? O'rtachada, o'rtada turibdi. 1.5 dan foydalanaman. Mana buchi, olasizlar bunaqasi chiqsin, olasizlar tepadan chiqsin, pastdan chiqsin, olasizlar tepadan chiqadi anaqa qilib. Sochi tepadan chiqadigan qilamiz. Qaraydigan bo'lsanglar, mana, ko'rdinglarmi? Faqat mana buni animatsiyasi ko'rinmay qolyapti ekan, qaranglar. Nimaga? Bitta animatsiya bo'lgan hisobiga mana animatsiya ko'rinmay qolyapti ekan. Lekin ana uy ko'rinadi-ku. Uyga vaqti borda, buni vaqti sekin, ya'ni tez o'tib ketar ekan. Tushunyapsizmi? Ya'ni men bitta 1,5 sekund qilganman-ku. 1,5 sekund ichida o'zim anaqa yonib o'zicha animatsiyasi tugab qolyapti. Tushunyapsizmi? Xohlasangiz animatsiyani o'chirib tashlaysiz. Qanaqa o'chiriladi? Tepaga chiqasizdan nanni bosasiz. Tushundingizmi? O'chadi, yana boyagi holatda chiqib qoladi mana. Mana bu. Ko'rdinglar? Tekstga ham animatsiya qo'shsa bo'ladi. Yana animate bosasizda
Qaysidan foydalanmoqchisiz? Misol uchun mana bunaqa chiqarmoqchisiz. Yoki mana bunaqa chiqarmoqchisiz. Yoki mana bunaqa yozadigan chiqarmoqchisiz. Yoki mana bunaqa chiqarmoqchisiz. Zo'r bor edi mana. Qiling uni. Dashlar. Juda ham ko'p buning turlari. Shunday foydalansangiz bo'ladi. Qarang. Zo'r a? Xo'p, yana qanaqa imkoniyat bor? Tekstni xiralashtirish imkoniyati bor. Mana qilasiz, tekstni xiralashtirasiz. Xo'p, bu nima uchun kerak deyishinglar mumkin? To'g'rimi? Bu ham kerak. Men hozir hammasini bittada tushuntira olmayman. Juda ham ko'p narsasi bor-da buni. Mana bu yerda buni bold qilsanglar bo'ladi, mana teksti, mana bold bo'ldi. O'zi bold ekan. O'zi bold ekan, boldni o'chiribman. Yonboshiga qaraydi mana bu. Mana variantlar bor. Tagga chizib beradi. Xullas, turli xil variant juda ham ko'p. Mana bu yerda rangini bo'yaymiz, A'da. Bosasalar, misol uchun men mana bu rangni bo'yayman mana, bo'yaldi. Ko'rdinglarmi? Yoki mana bu rangni bo'yayman mana. Rasm qilsangmi? Ha? Rasmmi? Yo, rasmni bo'yab bo'lmaydi. Rasmni, xo'p, aytaman sizlarga. Bo'yashmi? Yo'q, rasmni chetini qaysi qismini bo'yab bo'ladi, atak rasmni bunaqa bo'yab bo'lmaydi. Maksimalli. Tushundingizmi? Misol uchun qaranglar. Yana bitta narsa. Mana bu yerda qora narsa qolib ketgan ekan chetida. Qaranglar mana bu. Borderida. Buni qilsam, borderimni qilsam mana yo'qoldi. Ko'rdinglarmi? Kesish. Boya tushuntirdimmi, to'g'rimi? Tepada ham bor, hamma joyda bor. To'rtta tomoni bor. Xo'p. Bu bo'ldi. Endi videoga o'tamiz. Mana videoni ko'rsata qoling. Video ham shunaqa oddiy. Misol uchun men bitta video olaman. Tak, hozir. Akresot biz tashlaganmiz. Voy, Instagrammi videosimi? Yo'q. Mana bunaqa qila qoling. P3 ta video tashlagandim yaqinda adashmasam. Telegramga o'tyaptim bularga. Tak. Mana shu videoni olaman. Skachat qilaman videoni. Samarqand bo'ladi. Bitta topganingizni qarang. Siz ham bordingizmi? Men bordim o'zim. Xo'p. Tak, bu yoqdan o'tamizda. Mana bunday belgilaymiz. Ko'rdingizmi? Olasiz copy qilsangiz ham, olasiz tashlasangiz bo'ladi mana. Endi videoni ko'ramiz. E'tibor beramiz bolalar. Chalg'imaymiz. Oy. Chalg'imaymiz. Tak. Videoni nima qilamiz? Videoni shunday olamanda. Misol uchun mana qismiga bosaman, editga bosamanda, asror uchun mana bu formatini har xil ko'rishni filtrlashim mumkin. Instagramda ham bo'ladi-ku shunaqa. Turli xil rangi anaqaga o'zgartirasiz. Mana videoning tezligi. Misol uchun men buni 2 qo'yadigan bo'lsam, bilasizmi video? Mana buni qiladigan bo'lsam, sekin bo'lib qoladi, qarang. Keyin olib turasan hozir. Qarang. Zo'r joylar ekan bo'lib qoldi. Ko'rdinglar? Endi o'zini holati adashmasam bir bo'lish kerak. Mana. Ko'rib oldinglar? Xo'p, mana bu narsa avtomatik video. Misol uchun bu slayddan bu slaydga o'tdi, to'g'rimi? Avtomatik videoni play bo'ladi-yu, bosib olish. Avtomatik bo'ladi. Siz bosmaysiz. O'zi shunaqa bo'lishi kerak, avtomatik qo'yilishi kerak, to'g'rimi? Avtomatik qo'yiladigan qilamiz. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, bu nima? Video tugaydi-ku, misol uchun videoni 30 sekund bo'ldi. 30 sekunddagi video tugaydi-yu, yana qaytatdi boshlanadi. Tushundingizmi? Yana nima bor? Mana bu yerda videoni qirqishingiz mumkin, misol uchun. Qaysi qismi yoqman? Misol uchun men yuzimni qirqmoqchiman, mana shu joyni o'zini qoldirmoqchiman. Dengiz o'zini qoldirmoqchiman mana. Ko'lmi, dengizmi? Shuni o'zini qoldirmoqchiman. Darni bosaman, men o'sha videoni kesdim. Ko'ra oldinglarmi? Xohlasa, mana bu yerda ovozini o'chirib qo'yaman. Telefon olib bera olaylik o'zimga. Menda xavfsizroq turadi shu. Endi nima bo'ldi? Videoni ovozini o'chirib qo'ydim. Ko'rdinglarmi? Xo'p. Tak, bu yerda videoni ko'rsatdim. Men bularni bilasizlar. Buni ham bildinglar. Mana bu ham bor keyin. Bu odatda bunga yemaydiganda bu. Bu narsa qo'yishimiz bu yerdan shart emas. Animatsiyani o'rgatdim. Xo'p.
pozitsiyani o'zim ham ko'p ishlatmaganman. Menimcha sizlarga ham kerak bo'lmaydi bu. Menimcha videoga oid hamma narsani tushuntirib bo'ldim. Shular asosan animatsiyani tushuntirdim, videoni tushuntirdim. Shular bolajonlar. Hozircha shularda. Endi sizlarni boshlang'ich o'rganishingizga kerak bo'ladigan narsa. Menimcha ancha narsa o'rgatib qo'ydim shu yerda o'zida ham. Shu yerda hammasini ishlatib ko'rishinglar kerak. Men videoda mana hozir yarim soatdan beri tushuntiryapman. Ko'p narsa tushuntirib qo'ydim hozir. Shuni o'zini foydalaninglar, shuni o'zini chotki foydalansanglar, mana shuni eshittiring. Mavzu o'rgatganman hammasini chotki tushuntirsanglar, undan keyingina aniqlab o'rgataman. Misol uchun mana bularni. Ko'rasizlarmi animatsiyani? Mana buni o'zini jinnicha bo'lgan, qarang. Mana buni o'zi. Qo'yamisiz? Sadece pulli animatsiyami? Mana buni ko'ryapsizmi? Qarang, mana buni qarang. Chuq, pulli emas, tekin bular. Ya bobri yeyapsiz. Mana buni qarang, mana buni. Hammasi tekin. Bularni hammasi tekin pashti. Ya birinchi bo'ldi-yu. Keyin bularni o'rgataman. Aka shular yetadi sizlarga. Tushundinglarmi? Hop. Aka shular